Dunyoni faqat ilm bilan zabt etish mumkinligi bugungi kunda hech kimga sir emas. Ilmni chuqur egallashning yo'li esa bitta kitob o'qishdir. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev mutolaa haqida fikr bildirib, jumladan shunday degandi: "Hammamiz uchun ayni paytda juda muhim ahamiyatga ega bo'lgan masala, ya'ni kitobxonlikning keng yoyish va yoshlarimizning kitobga bo'lgan muhabbatini, ularning ma'naviy immunitetini yanada oshirishga qaratilgan ishlarimizni yangi bosqichga olib chiqish vazifasi turibdi. Kitob bilim manbai deymiz. Shu munosabat bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 28-noyabrdagi Yoshlar uchun 1000 kitob loyihasining amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Prezident qarorining 380-sonli qaroriga muvofiq joriy yilning 23-oktyabr kuni Yoshlar ishlari agentligi tomonidan ajratilgan kitoblar Yangiobod tuman axborot kutubxona markaziga beg'araz o'tkazib berildi.